16 aprel kuni latviyalik ish beruvchilar va fuqarolarimiz o'rtasida suhbat tashkil etildi. Getwork xususiy bandlik agentligining yevropalik hamkorlari shaxsan o'zi O'zbekiston fuqarolarini suhbatdan o'tkazish uchun Toshkentga keldi. Latviyalik ish beruvchilar har bir kelgan fuqarolarimiz bilan yuzma-yuz uchrashib, suhbat asosida o'ziga to'g'ri kelgan nomzodlarni ishga qabul qilmoqdalar. Suhbat jarayonida hamkorimiz quruvchilar, elektriklar, xona tozalovchilari, ishlab chiqarish ishchilari, stanok operatorlari bilan bevosita suhbat qilib, eng munosiblarini tanlab olyapti. Endi suhbatdan chiqqan ishtirokchilarimizning fikrlarini eshitamiz. Maslahat beruvdilar chetga kelishga, Getwork kompaniyasiga keldim. Hozir suhbatdan o'tdim. Latviyadan nima kelgan ekan, ish beruvchi. Savol-javob qurilish bo'yicha so'raldi. Hamma narsani aytib berdim, nimalarni tushunishimni. Xudo xolisa endi Latviyaga ketamiz. Men Getwork kompaniyasi bilan shartnoma qilib, Latviyaga ish beruvchilar bilan suhbatdan o'tdik. Mana shu nima bilan shartnoma qilib, Yevro Latviyaga ishga ketmoqchiman. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa suhbatdan yaxshi o'tsak, mana suhbatdan o'tib chiqdik. Natijalar yaxshi bo'lsa, nasib bo'lsa ketib boramiz Yevropaga. Mana bugun suhbatga Latviyadan ish beruvchilar kelgan ekan. Shu fursatdan foydalanib kirdik, gaplashdik. Yaxshi, imkoniyatlar yaxshi. Endi menimcha ha deganda qildi, endi menimcha ketadiganga o'xshab turibmiz. Gostinsa, klinik bo'yicha, shu tozalash bo'yicha ishlaganmiz, savol berdi, javob berdim.